Turmushga chiqqandan keyin hayzingiz kechikishi yoki hayz sikldagi o'zgarishning 3 ta asosiy sababi bor. Bu sizdagi kuchli stress, ya'ni to'ydan oldin, to'ydan keyingi stresslar, yangi oila, yangi odamlar, bunaqa vaqtlarda organizm kuchli stressga tushib, sizda hayz siklini boshqaradigan gormonlarda juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi. Ikkinchi sabab ovqatlanishingiz va uyqusidagi o'zgarishlar, ya'ni qizli uyingizda dietetический ovqatlar bo'lsa, yangi tushgan xonadoningizda ko'proq yog'li, kaloriyaga boy yoki ko'proq quyuq ovqatlar bo'lsa, organizmda juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi va uyqusidagi o'zgarish, ya'ni oyingizni, o'zingizni qizli uyingizda xohlagan vaqtda uxlab, xohlagan vaqtda tursangiz, yangi tushgan xonadoningizda ko'proq mehmonlar kelgani sabab siz ertalab juda ham vaqtli uyg'onasiz, kechqurun juda ham kech uxlashga yotasiz. Bunaqa holatda ko'p qizlarimizda birdaniga vazn yig'ishlari mumkin yoki birdaniga vazn yo'qotishlari mumkin va natijada hayz siklingizda juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi. Va uchinchi sababi bu jinsiy hayot. Jinsiy hayot boshlanganda juda ham ko'p qizlarda qo'rquv, juda ham kuchli stress oqibatida, ayniqsa polikistozga moyilligi bor qizlarda hayz sikli o'zgarib ketadi. Hayz 2 oyda bir yoki 1 oyda 2 marta kelish kuzatilishi mumkin. Bunaqa holatlar 70-80% qizlarda 2 oyda o'zi normal holatga keladi hayz sikli. Bunaqa holatlarda nima qilasiz? Agar hayz sikli sizda 2 oydan ortiq kelmasa, birinchi o'rinda vrach ko'rigidan o'ting. Chunki siz ikkita narsani oldini olasiz. Birinchisi bu hayz siklingizni o'zgarishini oldini olasiz. Ikkinchisi ertaga siz ona bo'lishingiz kerak. Bepishlikka sabab bo'ladigan sabablarni oldini olib, homiladorlikka tayyorgarlik ko'rasiz.